kun tartibidagi 9-masala. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 21-aprildagi PP 71-sonli farmoni ijrosi yuzasidan kadastr agentligi tuman bo'limida korrupsiyaga qarshi kurash borasida amalga oshirilayotgan ishlar hamda doimiy komissiya o'rganish natijalari to'g'risida. Mazkur kun tartibidagi masala bo'yicha tuman kadastr agentligi bo'lim boshlig'i Marqubatov Yo'ldosh O'tanazarovning hisoboti tuman kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi majlisida eshitilgan va muhokama etilgan. Bildirilgan fikr mulohazalar va takliflarni inobatga olib, qaror loyihasi tayyorlangan. Hurmatli deputatlar, mazkur masala yuzasidan tayyorlangan doimiy komissiya xulosasini o'qib eshittirish uchun korrupsiyaga qarshi kurashish va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiya a'zosi Qimmat va Nodira Narmatovnaga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Deputatlar Sherobod tuman kengashining korrupsiyaga qarshi kurash va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiya xulosasi. Doimiy komissiyamiz tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 21-apreldagi PF 71-sonli farmoni ijrosi yuzasidan kadastr agentligi Sherobod tumani bo'limida korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar o'rganildi. O'rganish jarayonida bo'limda davlat xizmatlarini ko'rsatishda ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, korrupsiyaviy haqiqatlarni aniqlash va ularni oldini olish, elektron davlat xizmatlarini keng joriy etish, fuqarolar murojaatlari bilan ishlash hamda ichki nazorat mexanizmlarini takomillashtirish yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar tahlil qilindi. Shu bilan birga korrupsiyaviy xavflarni yanada kamaytirish, inson omilini qisqartirish, davlat xizmatlar sifatini oshirish, murojaatlarni o'z vaqtida ko'rib chiqish, xodimlar o'rtasida korrupsiyaga qarshi murosasiz munosabatlarni shakllantirish hamda profilaktik tadbirlarni kuchaytirish zarurligi komissiya tomonidan qayd etildi. Muhokama jarayonida kadastr agentligi Sherobod tumani bo'limi boshlig'i Yo'ldosh Norqulatovning axboroti eshitildi. Komissiya a'zolari tomonidan bildirilgan taklif mulohazalar asosida bo'lim faoliyatini yanada takomillashtirish, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish hamda prezident farmonida belgilangan vazifalar ijrosini so'zsiz ta'minlash bo'yicha tegishli tavsiyalar berildi. Muhokama yakunlari bo'yicha doimiy komissiya kadastr agentligi Sherobod tumani bo'limida korrupsiyaga qarshi kurash sohasida amalga oshirilayotgan ishlarni hamda mazkur masala yuzasidan tayyorlangan qaror loyihasini ma'qullab, uni xalq deputatlari Sherobod tuman kengashi sessiyasi tomonidan qabul qilishni tavsiya etadi. Doimiy komissiya xulosasi yuzasidan savollar bormi? Marhamat. Yo'q, bemalol savol. Savol bemalol, mana o'zi o'tiribdi. Yo'q, o'zi javob beraveradi joydan turib. Qani yo'ldosh? Joydan turib beraveradi. Doimiy komissiyada hisobot berilgan savollar bo'lsa, mana. Savollar bo'lsa mana. Konferans yo'nalishimiz bor. Shularga ham aytganman. Hammasi bilan o'tkazdik.
Endi bunga biror isbot topib bersangiz aka, men ularni ishlaydasan. Bo'shasan. Siz hozir og'zaki aytyapsiz, to'rtta xodim 1 milliondan 2 million. Buni hozir siz aytganini dedi bilan bo'lmaydi, qilmadingiz debdi. Bilimlayapsa, hurmatli deputat. Bizni korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha tuman komissiyamiz bor. Har kimda 31 kishi. Boramizda hozir shu 31 nafar a'zoni yig'ishni imkoniyati bo'lmasa 5-6 kishi bor. Shu kadastr agentligini o'zlari bor, shu korrupsiyaga qarshi kurash komissiyasining yig'ilishini o'tkazganlar bor. O'zlari bor. Marhamat. Yo'ldosh Arfat o'tangizlar. Ma'qulmi? Ochiqchasiga korrupsiyaga ketdi. Ro'yxatchingiz bitmaydi. Yerda nimasi bo'ldi. O'z-o'zicha o'zgardi. Shu xo'jalikka qabul bo'lganda so'rovga qo'yilyapti. So'rov o'z qabul qilmasga, ular shu mumkin emas. Respublikada aylanib kelib, shu xo'jalikni so'rovga qo'yish. Shunday holatlar ko'ryapti, shu xo'jalikni so'rovga qo'yilyapti. Yana qayta tashqaridan arzon qo'shib yana 9 million qanchalar to'latib, yana qanday pullar qo'yib. Bu holat sachib yurib, maqsasangiz bo'lmaydi. Demak, nimani almashtirishdi? Yerni hozir almashtirdi. Haqiqiy bo'lmaydi. Hozir mumkin emas. Qanday ketdi? kadastr raqamini aytyapsiz. Uni misol biz xohlasak ham almashtirib olmaymiz. Buni respublikada almashtirib Kadastr raqami emas. Yerni loyihasini aytyapsiz. Yo'lbarsasini almashish shakli bo'lmaz. Nimaga almashyapti? Mana o'zim almashyapti. Demak, hurmatli deputatlar, bu korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha kadastr agentligi tuman bo'limini hisobotini qabul qilmaslik to'g'risida qabul qilmaymiz-da. Demak, ovozga qo'yaman. Rozilar. Qabul qilmaslik to'g'risida. Rozilar. Qabul qilinmaslik to'g'risida. Qabul qilinmaslik to'g'risida. Sanatsizmi? Hurmatli. Demak, korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha tuman kadastr agentligi bo'limi boshlig'i Yo'ldosh O'tanazarovning hisoboti qabul qilinmadi. Qarshilar, qaror loyihasiga qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, tasdiqlandi. Demak, betaraflar 2 ta. Demak, tasdiqlandi. Korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha komissiya bilan borib qarorga kirgizamiz. Shularga korrupsiyaga qarshi kurashish komissiyasining navbatdagi yig'ilishi kadastr agentligiga boradi. Vaziyat yaxshi emas. Keyin o'sha o'sha yerda bo'ladi. Hamma savol javob o'sha yig'ilishda bo'ladi. Marhamat, joyida o'tirishingiz mumkin. Hamma savol javob bu yerda bo'ladi. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, sessiya kun tartibida turgan masalalar ko'rib chiqildi. Sessiyaning o'tishi yuzasidan qanday fikrlar, mulohazalar bor? Fikr mulohazalaringiz bo'lmasa, xalq deputatlari Sherobod tuman kengashining 24-sessiyasini yopiq deb
e'lon qilaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat, hurmatli deputatlar,